Qanday yugurdik ertalab? 1,5 kilometrga 6 kilometr, 1,5 kilometrga 6 daqiqada kelibmiz. Sportivniy rejim har doim amal qilinglar. Tavsiya beraman. Poyezdimiz kech qoldi. 1 soatga kech qoldi poyezdimiz. Shuning uchun migratsiyaga Yurishga to'g'ri keldi. Hammasi ajoyib. Insonlar tez o'tdi. Taxminiy qancha o'tdi? Taxminan bir 15 minut atrofga 2 kishiga обслуживание bo'ldi. Keyin tavsiya beraman переводчик bilan kirishlaringizni голосовойni yoqib yozilganlarni o'qimaslikka harakat qilishadi, что голосовой rejim bilan eshitib javob berishadi. Hammaga assalomu alaykum. Biz hozir Finlandiyada ID kartaga topshirib chiqdik. Bu juda ham tez bo'ldi. Taxminiy 10-15 daqiqa vaqt oldi. Endi men uyda turib hamma anketani to'ldirib chiqdim. Onlaynmi yo bumajnimi dedi. Onlayn dedim. O'zbekistonda rasm uchib keldik. Bu life hack. O'zbekistonda rasm uchib kelinglar. Chunki bitta rasm bu yerda 20 yevro turadi. Ukrainlar hammasi 20 yevrodan rasmga tushib keldi. Biz O'zbekistondan olib kelganimiz hisobiga 20 yevro ekonom qildik mana Ahmadjon bilan. Iloji bo'lsa rasmlaringizni ham aytib o'tamiz. Ha, uni ham yozib ketamiz. Biz mana hozir Finlandiyada tilim kelishmaydi qaysi shahar? Laplandiyami shunaqa shaharda o'tiribmiz. Havo juda ham zo'r. Hozir 16-iyun bo'lishiga qaramasdan mana havo qanchalik issiqqina. Buni yetsangiz sovug'i bitta futbolkada yurib bo'lmaydi deb bilaman. Lekin mana shunaqa shabada taxminiy 16 gradus, 16, 17. Hammaga omad, nasib, yana qanaqadir foydali maslahatlar, narsalar bo'lib qolsa, video qilib ketishga harakat qilaman. Bu kanaldan o'zi ochganim maqsadim, shu ko'p insonlar aldanardi, aldanmasdan jarayon qanaqa bo'lishligi haqida o'zimni tajribamni ko'rsatib ketmoqchiman. Hammaga omad. Savollaringiz bo'lsa, yana yozib ketinglar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Hozir Finlandiyada dokumentlar topshirgandan keyin shunaqa joyga kirdik. Bu yerda 15 yevro 60 to'lasalaringiz hamma narsa, suvlari bepulga xohlagan narsangiz bo'ladi. Mana hozir tunis balig'ini olyapmiz, salat, tunis balig'i va sushi. Suv, hamma narsa, mana ichida go'shtlari, guruchlari, hamma narsa bor. Yoqdimi Ahmadjon? Seni do'stim. Ahmadjon. Jardur. Ahmadjon. Nega biz bilan surishib? Jardur.